Nima uchun g'iybatchi deganimda, omadsiz, baxtsiz, o'zi qashshoq va alami bor ichida, ko'rolmasdan, hasaddan, shuning uchun g'iybatchi bo'ladi odam deb yozibsizlar. To'g'ri, hammasiga qo'shilaman. G'iybatchi asosan ko'proq birovni yutug'ini ko'rolmaydi va o'zida samootsyenkasi juda ham past. Emotsiyaga, pozitivlikka, harakatchanlikka u no'noqroq. Miyani oldi tomoni aktivni bo'lib ishlab ketadi. Nimaga menda emas? Nimaga unda? Nimaga unda hamma narsa bor? Nimaga menda emas? Nimaga u o'ynab kulib yuribdi? U odamni ham o'z muammolari bor, dardi bor, lekin muammolarini hech kimga ko'rsatmaydi. Hasadgo'ylik bu agar 7 ta kuchli gunoh bo'lsa, o'sha 7 ta gunohi biri Alloh bergan taqdirga qarshi chiqyapti. U norozi. Nega sen unga unaqa baxtli hayot berding, menga esa yo'q? Va shu noshukurchilikdan g'iybat kelib chiqadi, hasad kelib chiqadi. Alloh sizga umr berdi. Sizni hayotingizni, sizni taqdiringizni hammasini o'zi tartibi bilan peshonangizga yozib berdi. Boshqa odam sizga hasad qilyaptimi? Demak, o'sha odam Allohni unga bergan umrini qabul qilolmayapti. Shunaqa deymizmi? Qabul qilolmayapti. Nega unga shuncha narsa berding, menga bermading deb Allohga qarshi chiqyapti. Bir yaxshilab o'ylab ko'ringlar. U qanaqa yashayapti, nima kiyyapti, nima ichyapti demasdan o'zini hayotini to'g'irlash kerak. Agar kasal bo'lsa, salomatligiga ko'proq e'tibor berish kerak. Agar jinniroq bo'lsa, sog'liqqa, sal miyasini tuzatadigan bir protseduralarni olib shifokorlarga murojaat qilish kerak. Yoshga bog'liq emas ekan, yoshmi, qarimi, qarilar yoshga hasad qilishyapti, yoshlar qarilarga, erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga. Vobshe. To'g'ri, orasida yaxshi insonlar ham bor, lekin shu darajada hasad qilgandan ichidagi gap ottilib chiqib yuziga qarab gapirishni boshlayapti. Bir me'yorida chiroyli qilib gapirmasdan shu darajadaki o'ldirib yuboraman, yirtib tashlayman degan gaplarni qo'llashyapti. Hasad qilgan odami hech qachon ish yurishmaydi, oshqozon yazvasiga olib keladi. Bitta hasadgo'yi bilaman. San'atkorlar orasida bor. Hammaga hasad qiladi. Hozirgi kunda u hasadgo'yni bir oyog'i go'rda. Yoshligida uni bir kosa lag'mon deb laqabi bo'lgan ekan. Bir kosa lag'mon uchun fohishalik qilib yurgan ekan. Tarixingizni sekin-sekin ochamiz endi. Vaqti kelyapti. Bilganlar biladi. Shunchaki eslatib qo'ydim-da. Bir kosa lag'mon.